Bo'lib qoldim. Narsalarim o'zimga qaytdi nihoyat. Bu 3-chi qismi. Endi men sizlarga boya yerga o'tishimiz kerak biza. Bitta sandiq bor ekan, lekin oltinlarim bor desa ham bo'lar. Asta o'tib kelamiz endi yoqqa. Qumda ekmabmiz-ku. Ekamiz deganda video tugab qoldi. Endi bu 3-chi qism. Aytmagan bo'lsam, mana 3-chi qism. Qo'yamiz buni. Baqtiraversin o'zim. Biga ekib qo'yamiz boya o'simliklarni. Qo'yil. Ikkita qoldi. Ikkitasini yana qum qo'yib ekib qo'yamiz. Bunisi nima kerak? 11 ta gravel. Qo'ysak baribir tushib ketadi. Nima kerak? Vau. Qayerga ketdi ekan bu qumlar? Ana tugadi. Bizga kerak emas o'zi bunaqa qumlar. Nima kerak bilmasam o'zi beriladi. Va endi birga ekib qo'yamiz bunaqadan. Svet beriyas. Ularda boyagisi bor-da, tikoni yo'qmaydi, tikoni. Bular qo'yib qo'ymayga ustiramiz. Yana mana yoqsa ham bo'lar. Shuni yoqsa ham bo'lar. Bu yer bambuklar joyi. Bambuklar ekib qo'ysa chiroyli bo'ladi. O'zidan o'sadi keyin. Men qo'yib qo'ying. Biga. Va biga chiroyli qilib ekib chiqamiz. Va zo'r bo'ladi. Menga ikkita qo'yilib qopti joyda. Joyda yopib qopti va biz bular ekamiz. Sizlarga yoqayapti videolar, shundaymi? Lekin sizlar aytanglar, like bosmaysizlar. Nega do'stlar obunachilar? Sizlar nega like bosmaysizlar? Birovlar videolarga like bos, faqat biznikiga bosmasliklaring mumkinmi? Yo'q, bosishing kerak. Bitta videomizga 1000 ta prosmotr yig'ilibdi. Shunga katta rahmat desa ham bo'ladi. Qani, qayerga bordim? Qayerga ekdim? Mo'zambiqqa qo'yamiz. Ekib chiqamiz. Chiroyli bo'layapti, do'stlar, ko'ryapsizlar? O'zi bu bambuk nega o'zi berilganini aytsam, shu yasash uchun berilgan. Qancha boya qilsak, shuncha dahshat narsalar paydo bo'ladi. Bir ochib qo'ying. Bilamiz, yo'q o'tish kerak hali. Negadir qotyapti o'yin. Internet o'chiqligiga. Wi-Fi da shu. Mana nihoyat. Va endi biza bu yoqqa o'tish kerak. Boshimiz kerak. Biz har kuni qumlar qo'yib turib, boya qilamiz. O'tamiz. Bu yoqqa qo'yib ketamiz bular. Qotyapti do'stlar obunachilar. Endi yaqinda bu kanalimiz 2 ga bo'linadi. Agar faqat yaqinda bunaqa bo'linib qolishi mumkin yoki yo'q. Vah. Tikoni shunaqa ham o'tkir bo'larmikan? Yo'q qilamiz, mana shunday qo'yib. Bo'ldi. Va endi biz videoni boshlaymiz. Va endi bu 3-chi qismi ko'rdilaring, chiroyli bo'ldi, joylar borildi. Lekin bu borildi endi katta atirish kerak. Uni qaranglar.
kelishi dahshat chiqdi-ya, o'sib. Voh, tushib ketaman hozir. Ha, endi bu video do'stlar tugadi. Agar yoqsa obuna bo'lib like bosamiz va yana bu video tugaydi. 3-qism shu bilan tugadi.